Bitta ko'rishda bu yangi qurilgan kvartirami deysiz. Bu taklifimizni olgan odam bitta o'q bilan bir nechta quyon urgan bo'ladi desam adashmayman. Asli 2 xona, lekin 3 xonaga aylantirilgan kvartiramiz remontlari juda ham chiroyli, yangi, ideal va mazza qilib yashashga tayyor holatda. 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan. Maydoni esa 47 kvadrat metrni tashkil qiladi. Devorlar aboylangan, pollar laminat. Patolog pardozi ham shunga mos rangda tanlanibdi. Isitish tizimiga tortilgan otopleniylar ham zamonaviysidan ekan. Suv, svet, gaz va kanalizatsiyada muammo bo'lmaydi. Do'stlar, ushbu xonadonimiz narxini egalari 29 ming dollarga baholashmoqda. Albatta kelishadigan, ozgina kamaytirib beradigan joylari bor. Buning uchun ekraningizda turgan raqamlar bilan bog'lanishingiz kifoya. Yaqinlaringizga ham ushbu video reklamamizda albatta ulashib qo'ying, ularga ham foydasi tegsin. Manzilimiz Farg'ona shahar Frunskiy massivida Alisher Navoiy ko'chasi 37-A domda joylashgan. Mo'ljal bolalar shifoxonasi to'g'risida, Pap ko'chasida joylashgan Begim magazinida shunoqqina orqasida.